Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Sizlarga ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Kengmakon mahallasida bo'lyapti. Xonadonimiz 2,5 sotikka qurilgan, ko'rib turibsizlar, oppoq chiroyli dizaynda bo'lgan. Tashqi fasadlarimiz, kiro'rishimiz qaranglar, yangi asfaltdan chiqqan, ikki tarafimiz qaranglar, shunda kiro'rishimiz ziloniy zonalar qilingan. Xohlasanglar bu joyimizni tayyor holatda sotib olsanglar ham bo'laveradi. Xohlasanglar korobka holati bor, korobka holatida ham sotib olsanglar bo'laveradi. Kiryapmiz, bitta mashina qo'yishga alohida joylar bor. Avtomatik darvozani ko'rib turibsizlar, chiroyli va shu boshqacha turibdi. Endi landshaftni dizaynga qaranglar, bitta baho berib ketinglar. Mana devorga tushirilgan rasmlarni qaranglar, qanaqa chiqqan. Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketibdi, like bosib qo'yinglar. Oshxonamiz to'g'rida katta panoramli, o'zini alohida eshiklari qilingan. Bu joyimizga bemalol stul-stullarni qo'yib qo'yib, yozda choy o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Naveslar qilingan. Asosiy eshigimizdan kirishimizdan oldin bitta narsani yetib o'tib ketay. Qaranglar, ikki yoq tarafimizda, o'ng tarafimiz ham alohida chiroyli qilib landshaftli dizaynda chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Xonadonimiz umumiy 285 kvadratda tashkil qiladi. Shu ko'rib turgan har bitta obunachimizga, mo'min musulmonga xuddi shunaqa uylarda yashash barchamizga nasib qilsin deganlar bitta like-ga ayamizlar. Asosiy xonadonimiz umumiy neoklassik usulida qurilgan. Pastda xonadonimiz tushib ketaverish, selik katta yerto'la qilingan, umumiy xonalar soni 5 ta xonani tashkil qiladi. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Ayollarimizga eng kerakli xonalardan bittasi bu oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizni qaranglar, приятный, boshqacha bo'lib turibdi. O'zingizlarga moslashtirib, mana bu joyimizga kuxonniy mebellarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Keyingi xonamiz mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Eshiklarni qaranglar, baqbatidan boshqachasidan qurilgan. Zalimizga kirishimiz bilan qaranglar, ko'zinglarga mana bu oynamiz, mana bu dekorativkalar to'g'risini aytsam boshqacha bo'lib turibdi. Birdan 10 gacha baho berib ketaverasizlar. Zalimiz orqali orqa hovlimiz ham bor ekan, oxirida ko'rsatib o'tib ketaman. Televizor qo'yishga qaranglar, alohida joylar qilib ketishgan. Qanaqa chiqqan? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni qoldirib ketinglar. Birinchi etaj uchun mo'ljallangan baribir spalniy kerak bo'ladi. Ota-onalar uchun mo'ljallangan bu spalniyimiz bo'lyapti. Buni ham xuddi shunaqa tashqariga qaragan, katta panoramli oynalariga ega. Oxirgisi общий sanuzelimiz o'zini dushavasi bilan. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilishimiz bilan ko'ryapsizlar, mana shunaqa zinalarimiz oppoqni qilingan. Devorlarimiz abo'y bilan apetitani kolaboratsiya qilingan. O'zlariga qurgan ekanlar, to'g'risini aytsam, xonadonimizni juda ham boshqacha chiqqan. Mana bu lyustramiz qanaqa chiqqan qaranglar, zinamizga neoklassik usulda qo'yilgan lyustramiz. Terrasamiz ham bor. Chap qo'ldan boshlay qolamiz. Bu spalniyimiz bo'lyapti. Ikkinchi etajga mo'ljallangan, o'zini alohida terrasalariga ega. Qaranglar. Mahallamizni tashqaridan bitta ko'rsanglar ham bo'laveradi. Atmosfera boshqacha. Keyingi xonamiz ikkinchi spalniyimiz bo'lyapti. Bu joyimiz o'zini garderoblargacha qo'yib qo'yishgan. Qanaqa chiqqan? Birdan 10 gacha baho beraverasizlar. Televizor qo'yishga alohida joylari bor o'zini. Kichkina mamlaqa garderobni xona ham qilib qo'yishibdi. Qanaqa chiqqan? Nima deb o'ylaysizlar? Bu joyimiz kerakmi, kerak emas? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Va oxirgi detskimiz yoki bu joyimizni ham o'zingizlar uchun spalniy qilib qo'yasizlar, lekin menimcha ota-onalar uchun mo'ljallangan xona qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Mana bu joyimizga qaranglar, oyna qilib qo'yishgan ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa chiqqan? Kichkina xuddi shunaqa garderobli xona. O'zini bu xonamizda sanuzeli mavjud. Dushavasiga ham ega. Bitta ko'ringlar, boshqacha chiqqan to'g'risini aytsam.
ikkinchi etajim uchun mo'ljallangan va oxirgi общий sanuzelimiz bor. O'zini dushavasiga ega bu joyimiz. Orqa hovlisiga chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, eshigimiz qoldirilgan. Orqa hovlimiz orqali yerto'laga tushib ketsanglar ham bo'laveradi. Yozgi letniy kuxnyamiz cho'tga joylashtirilgan. Ko'rib turibsizlar, bemalol qozon o'chog'ini olib kelib ovqat qilsanglar ham bo'ladi. Eslatib o'tib ketaman, xonadonimiz umumiy tufli pol orqali isiydi. Endi yerto'lamizni ko'rsatib o'tib ketaman. Kamdan kam joylarda uchratadigan yerto'lalarimizdan umumiy xonadonimizni teg katta yerto'la qilingan. Qaranglar. Ancha katta. Bu joyimizda ham bemalol bir ikkita xona qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xohlasangiz trenajyorniy zal, xohlasangiz namozxona o'zingizlarga moslashtirib olaverasizlar. Havo aylanib turish uchun oynalar ham qo'yib ketishgan. Tepada joylar ham tashlab ketishgan. Bu joyimiz kichkina bo'lsa ham, qaranglar. Kladovka qilib qo'yishgan. Kimga ko'rgan xonadoningiz yoqqan bo'lsa, xonadonimiz narxini $255,000 narxladik. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.